Tushda pecheniya ko'rishning ta'birlari. Tushda pecheniya ko'rish turli xil talqinlarga ega bo'lishi mumkin. Bu odatda hayotdagi shirinlik, baxt va o'zgarishlarni anglatadi. Pecheniya shirinlikni ifodalaydi. Shuning uchun tushda pecheniya ko'rish yaqin kelajakda yaxshi va baxtli voqealar sodir bo'lishini anglatishi mumkin. Tushdagi pecheniya yangi imkoniyatlar va ijobiy o'zgarishlarga ishora qilishi mumkin. Bunday tush yangi ish, munosabatlar yoki hayotdagi yangi bosqichga o'tish haqida bo'lishi mumkin. Agar pecheniya yomon holatda yoki yomon ko'rinishda bo'lsa, bu o'zgarishlar yoki noxush vaziyatlarni anglatishi mumkin. Bu holatdagi pecheniya ehtimol hayotdagi muammolarni yengish uchun tayyor bo'lishingizni anglatadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.